qalam tutishlikni imkoniyatini yaratgan Alloh taolo o'zi ekan. Endi shu qalam tutishlikni yer yuzida sizni bizga o'rgatgan zotda kimlar desa ustozlar. Shuning uchun ham Robbimiz Alloh taolo Qur'on Karim azim sha'nida o'zi bayon qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Vallohu bima ta'maluna khabir. Sadaqallohul azim. Va Alloh taolo shunday zotki, u sizlardan iymon berilgan, iymon ato qilingan va ilm berilgan zotlarni darajasini ko'taramiz deb Alloh taolo. Darajalarni daraja obro' ko'tarilib boraveradi. Kimlar? Ilm ato etilgan zotlar va iymon keltirgan zotlarni Alloh taolo doimo darajasini, martabasini oshirib boramiz. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, ilm bu dunyoda nur bo'lsa, qiyomatda sharaf bo'ladi deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Ilm ahllari, ilm egalari payg'ambarlarning merosxo'rlaridir deyaptilar. Payg'ambarlar o'zlaridan na dinor, na dirham, mol dunyo meros qoldirishmadi, balki ular o'zlaridan ilm degan atalmish eng katta merosini qoldirishdi. Kim mana shu ilmdan nasiba olsa, nasibador bo'lgan bo'lsa, shu ilmga ega bo'lgan bo'lsa, ulkan baxtni qo'lga kiritibdi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat qildilar. Shuning uchun ham barcha ustozlar, barcha ilm egalari, ya'ni qaysi ilmda, sohada ta'lim bermasin, hammalari barchalari nima aytishadiki, mana shu rutbaga, mana shu va'daga ega bo'lishadi deb marhamat qilishgan. Qaysi bir manzilda, qaysi bir o'rinda bo'lmasin, ustozlarimizni doimo hunarlarni olib, ulardan fotiha olib va yakunida esa doimo biz mo'minlarga shunaqa bir go'zal bir odat bor, bu hatto ibodat manzilida ham o'qiymiz doimo. Bu duoni doimo takrorlaymiz. Esimizdan chiqmasligi uchun shu duoni ibodatda ham, namozlarda ham o'qib qo'yamiz. Allohumma g'firli va li validayya va li ustoziyya va li jami'il mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat deb duo qilamiz. Allohumma mana dunyoga kelishim sababchi bo'lgan mehribon ota-onamni va menga ta'lim bergan, hunar bergan, kasb o'rgatgan ustozimni, barcha mu'min-mu'minalarni va barcha muslimlarni Alloh taolo o'zi mag'firat qilgin deb duo qilamiz. Ustozni haqqiga duo qilib turishlik biz shogirdlarni, biz talablarni zimmamizga burchimiz ekan.